Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Nima bo'ldi? Ha, ko'rmaysizmi, benzin tugab qoldi. Aka aksiga olib berganmi elektrida? Ha. Bo'lmasa benzin olib berardim. Xarab balobam to'xtab ko'rib turibsan, baklashga ko'tarib turibman. Dala. Aka, Ha, ketdik o'tiring. nimaga? Olib borib kelaman deyapman-ku. Rahmat. Rahmat. Kattaxonaning darvozasimi? Sekinroq yop. Uzr aka, atela qilmadim. Bexosdan qattiq yopilib ketdi-da. Menga qara, ozgina farosatini ishlatmaysanmi, dala? Uzr aka, uzr. Farosating bo'lsa ishlatasanmi? Xarib. Ha, aka, o'zim quyib olardim. Aka, qizig'misiz? Mehmon bo'lsangiz, ust-boshingiz kir bo'lib qoladi-da. Uzoq safarga chiqqan bo'lsangiz. Bizni qishloq bolalariga bo'laveradi-da. Rahmat. Baraka toping, rahmat. Sog' bo'ling. Qadaringga la'nat. Shunaqa ham bir omadsiz kun bo'ladimi? Bir qarasang benzining tugaydi, bir qarasang baloning teshiladi. Ha brat, yordam kerakmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Balon teshilibdi-ku. Zapaskani oling qo'yamiz. Zapaskam bo'lsa shu yerda turarmidim, kolxoz. Ha? Shu zapaska yo'q ekan deyman. Bo'ldi, muammo yo'q, bizda bor. Ha, yo'q. Qo'yamiz o'zi. Yetmaganiga balon ham teshilib qoldi. Voy, aka, o'zim qo'yib olardim. Aka, qo'yavering, keyingiz kirib bo'ladi. O'zim qo'yib beraman. Akrom, Akrom. Hozir. Tasha qishloq aravalarini. Bir mehmonimiz bor. Balonini ham ber. Hop. Akaning balonini ham ber. Uzoq safarga chiqqanlar. Manzillari olis. Ha, Botya, tinchlikmi buncha vaqtmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Ular mehmon. Balonlari yo'lda teshilib qopti. To'g'ri seni oldingga olib kelaverdim. Balonlarni ham ber. Bo'ldi, qani balon? Bagajda. Yes qilamiz-da. Mehmon, siz bemalol dam olib o'tiravering, tezda ishingizni bitirib beradi. Buni Akrom yamoq deyishadi. Bu yamagan balonlar yangi balondan ham zo'r yuradi. Biz zapaskani shu yerga tashab ketavering, bir yo'lim chiqsa o'g'laman. Rahmat sizga. Ha, bizdan qancha bo'ldi? Mehmon, nimalar deyapsiz? Nima qancha bo'ldi? Qilgan xizmatlarimiz chin dildan. Uzr, biroz shoshilib turgandim. Rahmat sizga. Ha, mehmon, balon rosa qiynabdi-da sizni. Ha, nimasini aytasiz? Lekin bu haydovchi ukamiz juda samimiy, yaxshi yigit ekan. Sherzodmi? Ha, yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Zo'r bola. Ha, bu mehmon o'ziz qay? Uzr, bir daqiqa. Alo. Ada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan o'g'lim? Ha, yaxshi, rahmat ada. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. O'g'lim, yo'lga chiqmadingmi? Yo'ldaman ada. Ha, endi ada deganingga aytdim-da bolam. Shaharda bo'lsang ada deb chaqirasan-ku. Qo'rqmasdan kelaver bolam. Qishlog'imizning yo'llari asfalt bo'lgan. Radarlar ham yo'q. Nuqul qishloqning yo'llari yomon deb nolib qo'yasan-ku. Xuddi har oy uyga keladiganday. Mayli bolam, ehtiyot bo'l. Bo'ldi dada. Kelyapman. Hoppa, ana mehmon, masala hal. Endi bemalol ketaversangiz bo'ladi. Rahmat sizga kattakon. Bizdan qancha bo'ldi? Aka, odam uyalib turmasangiz-chi, mehmondan ham pul oladimi? Kiring, choyimiz bor. Aka, odamja hijolatga qo'yib qo'ydinglar-da. Boya mana Sherzod degan og'ayniz shuncha xizmat qildilar-da, oxirida nech pul bo'ldi desam, aka, mehmondan ham pul oladimi deyshadi. Aka, mehmon otangni ulug' deganlar. Musofiri duosi mustajob. Bitta duo qilib qo'ysangiz yetadi. Rahmat. Manzil olis. Men sekin qayta qolay. Aka, bu mehmon deymiz-ku, qayerdanligingizni so'ramanmiz. Qayerdansiz? Aka, O'zbekistondanmi? Qoyilman. Bu javobingizga qoyilman. Kimdan so'rasang bittasi Toshkentdanman, bittasi Qashqadaryodanman, bittasi Samarqanddanman deydi. Xuddi ularning tug'ilgan joylari qanaqadir vakolat beradiganda. Javobingizga qoyilman mehmon lekin. O'zim deb o'zligimni unutdim.